O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir 180 kvadrat metrli shahar sentrida, ya'ni Sibirda joylashgan shundoq Sodiq Azimova ko'chasidagi Black Star Burgeri tepasida 180 kvadrat metrli 5 xonali uyimiz sotuvga qo'yilgan. Hozir men sizlarni общий tanishtirib, obzor qilib ko'rsatib ketaman. Bu yoq bizning podyezddan kirish qismimizda mana bu yerga stronli mebellar qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoq bizning hol qismimizda juda ham katta holimiz bor va bu yoqda bo'lsa eshikdan kirganimizda o'ng qo'lda bizani kuxnya kutib oladi. Kuxnyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Televizorlar qo'yilgan, qimmat mebellar, texnikalar qilingan. Холодильник, gaz plita, gaz pech, moyka. Mana bu yoqda bo'lsa posudomoykalarimiz, hamma narsalarimizni chotki qilib o'rtaga astrovoklari bilan qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa bizani zal qismimiz, ya'ni mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham lyuks variantda remont qilingan uyimiz o'rtoqlar. Kartinalar, dekorativniy oynalar, mягкий mebellarni italyanskiy qo'yilgan. Mana bu yoqda jurnalniy stoliklarimiz. Mana bu yoqda bo'lsa alohida yana mehmonlar uchun stol-stullar qo'yilgan. Katta televizorlarimiz ham qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Kinolarni maza qilib ko'rsangiz bo'ladi qarindosh urug'lar bilan yig'ilib. Xo'p, undan keyin bizani bu yoqda birinchi spalnimiz bor. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana bu yerga garderobniy, stroyniy shkoflari qilingan. Bu yoqda televizorlari, konditsioner, pardalari, hamma narsalari lyuks variantda eng qimmatlari qo'yilgan o'rtoqlar. Lyustralarimiz ham ahamiyat beringlar, juda ham chiroyli lyustralar qo'yilgan. Sanuzilimiz bor alohida o'zini, sanuzili bor. Bu master spalnimizni ko'rsanglar bo'ladi. Vanna, dush, naryoqda alohida o'zini sanuzilida unitazlari ham bor o'rtoqlar. Umuvalniy hamma texnikalari qo'yilgan. Bu yoqda kravatlarni ko'rsanglar bo'ladi, tumbalari bilan qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa bizani mana ayollarimizga yasanish uchun komodlari yasab qo'yilgan o'rtoqlar. Xo'p. Eshikdan kirganimizda, ya'ni holdan yana chap tomonda bizani alohida mana bu yerda oynamiz qo'yilgan, komodlarimiz, bemalol oynaga qarab o'zimizga pardozandoz qilsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa detskiy xonamiz, yosh bolalar yotoqxonasi. Mana bu yoqda alohida o'zini dars qiladigan stullar qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa 2 qavatli kravatlarimiz joylashtirilgan. Bu yoqda yana alohida shkoflari, konditsioner va keng maydonimiz bor o'rtoqlar. Yana bitta master spalnimiz bor o'rtoqlar. Master spalnimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham televizorlar qo'yilgan, italyanskiy mebellar, kartinalar ilingan, podsvetkalar, hamma narsalar, svetilnik va bralari, tumbuchkalari, shkoflari qo'yilgan va alohida o'zini yana garderobniy shkoflari ham bor o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, bizani Instagram sahifamizni shapkasiga kirsanglar, o'sha yerda Telegram sahifamiz bor. Telegram kanalimizga o'tganingizdan keyin o'sha yerda ko'rsanglar bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Hammangizga xayr.